Toshkent viloyatida yangi xalqaro aeroport quriladi. Toshkent viloyatida yangi xalqaro aviatsiya markazi qurilishi boshlanganini Prezident matbuot xizmati ma'lum qildi. Yangi aeroport uchun O'rta Chirchiq va Quyi Chirchiq tumanlarida 1300 gektar maydon ajratildi. Loyihani amalga oshirishda Saudiya Arabistonining Vision Invest, Yaponiyaning Sojitz hamda Janubiy Koreyaning Incheon kompaniyalaridan iborat xalqaro konsorsium hamkorlik qiladi. Qurilish ishlari 4 bosqichda amalga oshiriladi. Birinchi bosqich qiymati 2,5 milliard dollarga baholanmoqda. Bu bosqichda aerovokzal majmuasi va aerodrom barpo etiladi. Yakunida aeroportning o'tkazuvchanlik quvvati yiliga 20 million yo'lovchi va 129 ming tonna yukni tashkil etadi. Bu yerda 1 soatda 30 ta samolyot qo'nishi va uchishi mumkin bo'ladi. Bo'lajak aeroport atrofidagi yerlarda mehmonxona va turar joy majmualari, logistika va servis obyektlarini barpo etish ko'zda tutilmoqda. Mega loyiha natijasida 200 ming aholi bandligi ta'minlanadi. Prezidentning ta'kidlashicha, yangi aeroport iqtisodiy jihatdan ham davlat uchun jozibador bo'lib, bu loyiha mamlakatimizga 27 milliard dollardan ortiq daromad keltiradi. Bu yiliga 770 million dollarni tashkil etadi. Xabar bo'yicha fikringizni izohlarda qoldiring va Capital.uz kanaliga obuna bo'ling.